Toshkentda havo ifloslanishi har yili 3000 dan ortiq kishining bevaqt o'limiga olib kelishi mumkin. Afsuski, Toshkent dunyoning havosi eng iflos shaharlari reytingida yana top 5 talikka. Bunga yechim bo'ladigan Karcher AF20 modelimiz. Ko'pchilik so'ragan Karcher firmamizdan achititelimizga keldi. Hozirgi changli kunlarda bolalarda allergiya va astma ko'p uchrayapti. Achititelimizning xarakteristikasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 20 dan 40 kvadratgacha mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, buni o'chirib yoqish displeyi sensorli bo'ladi. Skorisi 3 talik bo'ladi, 5 yumlik bo'ladi. Detskiy rejimi bor. Buni blokka solib qo'ysangiz bo'ladi. 3 sekund ushlab turasizlar. Blokka tushadi o'zi. Va taymeri bo'ladi. Taymeri 2 soat, 4 soat, 6 soat, 8 soat. Kechki rejimi bor. 5 yumlik bo'ladi. Uni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Duvishi umuman chiqmaydi. Bu achititelimizning eng katta yutuqlaridan bittasi gubkasi mo'yishli bo'ladi. Bemalol yuvib ishlab turasizlar. Mana tegini shuni ochish ham unaqacha qiyin joyi yo'q. Ko'rganinglarda Melki porosli bilan krupniy porosli gubkalari bor. Ikkita chetida bo'ladi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 195 dollar. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol olib chiqishingiz mumkin.